Do'stlar, korobka, mexanika korobka ta'mirlaydigan ustalarimiz uchun hamda Shopir akalarimiz uchun juda ham kerakli va foydali ma'lumot bo'ladi. Hozir nimaligini aytib o'tamiz. Siz ungacha bizning kanalimizga obuna bo'lib, hamda like tugmasini bosib qo'ying. Xo'p do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Do'y postli qilib ko'rsatamiz. Best mashinasini korobkasini yechib olganmiz. Xuddi mana shu holatda. Buni eslab qolsalaring, yiqqanimizdan keyin ham ko'rsatib o'tamiz. Qay holatda xizmatga o'zlaring baho berasizlar, qanday sifatli xizmat ko'rsatishimizni ko'rsatib o'tamiz. Ba'zi Tracker 2 motorlarini, mana vallarini, porshinlarini, qo'lcha porshin vallarini nadgunka qilyapmiz. Bo'lsa motor qo'lchalarini juda ham e'tibor bilan yig'ib, chiroyli holatda bitirib beryapmiz. Shunaqa sifatli hamda kafolatli xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqasizlar, ishlaringni chiroyli holatda bitirib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'yasizlar. Rahmat hammalaringga. Chochilgan holati. Do'stlar, Matiz Best mashinasini o'qiganmiz. Bu mashinada bo'layotgan muammo skor 4-skordan o'tayotgan bo'lgan hamda 3-skorlarga yoki 2-skorlarga xullas g'itilib tushadi, qatilib tushadigan bo'lgan. Bu narsani mana yechimini qilganmiz. Ochganda to'rov sexanizatorlarni almashtirib beryapmiz. Buni vazifasi o'sha g'itillanmasdan tushadi. Korobkadagi muammo yo'qoladi. Ochilganda bir yo'la 1 2 3 4 ni sexanizatorlarni almashtirib yangilarini qo'yib beryapmiz. Korobkada muammo qolmaydigan qilib. Bu ochilishga sabab bo'lgan bu korobkani 4-skordan tashagan bo'lgan. 4-skorda Shopir akalar ushlab yurishgan bo'lgan egalari. Qo'yib yuborsa, skordan chiqib ketadigan holat bo'lgan. Shu muammo bo'yicha bizga kelgan. Biz shu polni chiroyli qilib, qachonlargacha hatto ko'rishlaring mumkin, mana korpuslarini yangiday qilib, chiskalar qilib, chiroyli holatda yig'ib beryapmiz. Eng budjetli variantini sizlarga hozir ko'rsatib o'tamiz. Bilgan usta akalarimiz uchun bir takror bo'ladi, bilmaganlar uchun foydali bo'ladi. Videoni kuzatishda davom eting. Xo'p. 4 shesternasini yechib olganmiz. Mana ko'rishlaring mumkin. Birinchi va hamda второй va. Xo'p, bunda korobkalarini chiroyli holatda ta'minlab beryapmiz. Biz nimani aytmoqchimiz? Nimani? Bir budjetli arzon variantini ko'rsatib o'tmoqchimiz. Bu hech ham ko'rmaganman internetlardagi shunaqa mana shu shesternani o'zini qoldirib, budjetli variantda, arzonroq variantda hamda zo'r xizmat qiladigan qilib ta'mirlangan video yo'q. Bu narsani men ko'rmaganman. Lekin men shuni qo'ymoqchiman. Sababi usta akalarimiz ham, Shopir akalarimiz ham bilishini xohlayman. O'sha ishlari yengil bitsa, hammamizga nasib bo'lsa yaxshi bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu Best'ni 4-shesternasi bo'ladi. Buni mana shu holatda kesib, endi kim qanday chiqara bilmadi. Bu mana yechiladi, tishi yechiladi. Ketgan holat tegisi bu. Buni olib tashlaymizda shesterna o'zi juda ham best mashinalarga, hop Spark yangi motor, eski motorlarga ham bu narsani qo'llasa bo'ladi, Cobaltlarga emas faqat. Hop, shu narsani biz Matiz Best'ni mana shu mana bu sexanizator o'rnaydigan mana shu tishini hozir chiqarib, bu Best'ni shesternasiga shunday qo'yamizda, muammo hal. Mana shu holatda mana shesternadan sexanizator o'tiradigan tishni yechib olamizda, nariga Best shesternasiga qo'yamiz. Mana shu tomoni bir xil bo'ladi, shesternada farq qiladi. Ko'rishlaring mumkin. Mana bu Best mashinasini 4-skorda shesternasi, bu Matiz mashinaning 3-skorda shesternasi. Mana shu tishini olamizda, tagiga mana shunday mana fiksatorda prujinasini shunday qo'yib, mexanizmda shu yurishiga, muftaning yurishiga xalaqit bermaydigan qilib, shu holatda shunday joyiga shunday o'rnatib olsak, bo'ldi, muammo hal bo'ladi. Hozir o'rnatishimizni ham ko'rsatib o'tamiz. Ko'rishlaring mumkin do'stlar, mana shu holatda shunday qo'yiladi. Mufta aqabaqa yurganda, hop, xalaqit berib, mana bu narsa chiqib qolmasligi kerak, yo'liga to'g'ri kelib qolmasa bo'ldi. Shuni shunday qo'yasizlarda. Ishlaring arzonga bitadi. Shunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkaza olmaslik uchun bizning kanalga obuna bo'lib, like tugmasini kuzatib qo'yasizlar. Mexanika korobka qiladigan ustalarga jo'natib qo'yasizlar. Hammalaringga rahmat. Olib qolgan Best korobkamiz eski holatini ko'rsatganmiz. Bitgan holati salkam yangiday qilib imkon qadar
Xo'p, tozalab, chiroyli holatda yig'ib berdik. Qilgan ishimizga o'zlaring sifatiga baho berasizlar hamda shunaqa xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqsanglar, sizlar ham ishlayni imkon qadar nasib bo'lsa chiroyli holatda bitirib beramiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yish albatta eslangdan chiqmasin. Hammalaringga rahmat.